Aziz do'stlar, o'stirib o'rgan sakadiskani ko'rganmisizlar? Mana shu o'sha sakadiska bo'ladi. Bu diska o'dirdan o'stirib o'rgan bo'ladi. Endi bu diskani men tashlab yuboraylik metallonga desam, egasi yo'q, buni sozlab bermasangiz bo'lmaydi. Dona diska topolmayman dedi. Nima qilasiz endi? Klient so'rayapti, qilamiz. Xo'p, mana bu yoqda, mana bu yoqda ishi bor. Ko'ramiz. Aynalishini. Diskamizni kesib ham oldik. Diskamizni 70% svarkasini ham qilib oldik. Stupitsasi, treshinasi bor edi. Bu yog'ida singan joylari bor edi. Kusogini qo'yib olamiz. Diskamizga kusog ham qo'yib oldik. Stupitsalarini, kusog qo'yilgan joylarni tozalab ham oldik. Qolgan svarka joylari ham tozalandi. Aynalishiga e'tibor beramiz. Aynalishi 100% tekis bo'ldi. Endi ichki donorimizni razmer qilib kesib olamiz. Diskamizni birinchi sloyini ham quyib oldik. Diskamizni ikkinchi sloy svarkasi ham bo'ldi. Saka diskamiz remont o'z nihoyasiga yetdi. Svarkalarni tekislab bir xil qilib oldim. Pipka joylari joylashdi. Xo'p, ko'rayotgan bo'lsalaringiz, hamma joyini tekislab chiroyli qilib qo'ydim. Aynalishiga e'tibor beramiz. Pastki tomon aynalishi, ichki tomon aynalishi. Aziz do'stlar, 70% meni kuzatayotgan aka-ukalarimiz podpiska bosmagan ekan, обязательно bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shu ishim agar yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlashni unutmaysizlar, like bosish ham esdan chiqmasin. Hammalaringga sog'lik va boylik, ko'rganda ko'rishguncha. Xizmatlar bo'lsa pastda nomer qoldiraman, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin.